Assalomu alaykum. Yosh qozlari. Biz bunday desam kechamiz. Bismillah. 3 oylik bo'lib qoldi. Bu 8 числа 3 oylik bo'ladi xohlasa. Beslari. Kilo. Log'u 21. Samkecha xudo xohlasa ideal holatda. Kallalar, quloq shirinalar. Uzuliga limon samkecha. Holatlar. Tomoshaga. Ginezdoda eng kichkinasini olib qolingan. Chunki bu ginezdoda bitta samga chiqqan, qolgan samga chiqqan. Sameslar bundan yirik bo'lib ketgan, qolganlar boqishyapti xudo xolasa. Samgacha. Holat. Parametr bo'yicha qulog'ini so'raylardi ko'pchilik. Qulog'ini ichi 3 oygacha parametri har xil chiqaveradi quyonchalarda. Birinchi o'rinda ota-onasi vesini qarab boriladi. Endi biz shunaqa qilamiz, kim qanaqa qiladi bilmadim. Parametr bo'yicha yosh quyonchalarda ota-onasi aniq, chotki bo'lsa, vesiga qarab boriladi. Vesiga qarab 3 oydan keyin sekin quloq razmerlari qo'yib kuzatib borsa bo'ladi. 3 oy 4 oygacha qulog'i ba'zi quyonlarda o'smaydi yaxshi. Ba'zi quyonlarda birdan o'sib ketadi. Qishda tug'ilgan quyonchalarning qulog'i sekinroq o'sadi. Yozga tug'ilgan quyonchalarga nisbatan. Shu narsalarga sal e'tibor berilsa, 45 kunlik quyonchaning qulog'ini ichi degan savol kamroq bo'ladi. Vesini so'raylar, yoshiga vesi to'g'ri kelish kerak. Sizlar 1 oylik quyoncha kam 850 gram, 700 gram o'zi yaxshi degani, 1 kilodan oshuv degani zo'r holatda degani. 750 gramdan kami 1 oylik holatda. Bu juda ham kam natija degani. Xo'p. 2 oyligida 2 kilo, 2,5 kilo, 2 kilo 400, ba'zilari 3 kilo bo'lib ketadi. Ba'zilari 1 kilo 800 bo'ladi. 1 kilo 800 dan tepasi o'zi yaxshi natija degani. Ota-onasi gapiradi yosh quyonchalarni. Jo'jani kuzda sanaymiz degan gap bekor emas. Yangi tug'ilganda sezonni ish qiladigan akalarni sezoni keyingi sezongacha bo'lib qoladi. Shuning uchun oldi sotdi qilishda, quyon chiqarishda ota-onasini, haqiqiy ota-onasini tashlab bersalar yaxshi bo'ladi.